Demak, dastlabki texnikamiz MT-80.1 ruzumida 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Traktor ishga tayyor holatda, motorlari qora motor, korobka zadniy moslari zo'r holatda, rollari gidravlika, balonlari yangi. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 90 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Ikkinchi texnikamiz ham MT-80 rusumda 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, motor korobka zadniy moslari yaxshi, hech qanaqa xarajati yo'q deyishyapti. Manzil Qashqadaryo viloyati. Narxi 75 million so'm aytilish narxi. Albatta savdosi bor, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Uchinchi texnikamiz esa MT-82.1 rusumi 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Motochas 800 soat, hech qanday ayb yo'q, hech qayeri ochilmagan ishga tayyor holatda deyishmoqda. Manzil Qashqadaryo viloyati. Narxi 290 million so'm aytilish narxi, albatta savdosi bor, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. To'rtinchi texnikamiz T28 rusumida bo'ladi. Holati yaxshi, vomlar ishlaydi, bitta kalitda yuradi, motor korobkalari yaxshi, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 20 million so'm, yana kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Xorazm viloyati. Albatta ushbu ekranlardagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni traktor egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Navbatda 3 kalisolli MT-80 traktorimiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Texnik holati yaxshi, hech qanday muammosi yo'q, hujjatlari ham joyida. Qo'shimcha 3 korpuslik omochi bor deyishyapti. Manzil esa Andijon viloyati. Narxi 85 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Ishga tayyor holatda, xarajati yo'q, motor korobkalari yaxshi, zadniy moslari ham yaxshi. Manzil Qashqadaryo viloyati. Narxi 55 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishmoqda. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, traktor egalaridan batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda esa navbatda TTZ-8010 rusumli traktorimiz sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Texnik holati yaxshi, ishga tayyor holatda, hujjatlar ham bor. Qolgan ma'lumotlarni esa albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, traktor egalaridan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda esa navbatda yana bir 3 kalisolli MT-80 traktorimiz 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu traktor noldan terilgan, zadniy mos korobkalari yangi qo'yilgan, gepaytda turibdi. Balonlar ham yangi, hech qanday muammosi yo'q, faqat ishlatish kerak deyishyapti. Narxi 120 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir 3 kalisolli MT-80 traktorimiz 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu traktorimizni kapitan remontdan chiqarildi, hech qanday muammosi qolmadi, hamma joyi zo'r holatda deyishmoqda. Narxi 130 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishmoqda. Manzil esa Toshkent viloyati. Albatta traktorlarning narxini traktor egalari qimmat aytishyapti, savdolash esa o'zingizdan. Bizda esa navbatda yana bir Belarus texnikamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, texnik holat soz, motor korobkalari yaxshi. Narxi demak 100 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Surxondaryo viloyatida ma'lumot qoldirishmoqda. Demak, davom etamiz. Navbatdagi texnikamiz yana bir MT-80 traktorimiz 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobkalari yaxshi, nahado holatda, oldi vidushiylar ishlaydi, vomlar ishlaydi. Narxi 35 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Surxondaryo viloyati, Denov tuman deb ma'lumot qoldirishmoqda. Akalar, traktorlarning narxi qimmat bo'lsa, yaxshilab savdolashing. Navbatda yana bir MT-80 traktorimiz 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Qora motor, korobka zadniy moslari zo'r, rollari gidravlika, balonlar yangi, ishga tayyor holda. Narxi esa 90 million so'm, kami bor deb ma'lumot qoldirishmoqda. Navbatda TTZ-8011 rusumli traktorimiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. MTZ motor, korobka hamma joyi MTZniki deyishyapti. Motochas 3000 soat, narxi 175 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda 3 kalisolli MT-80 traktorimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika, motor yaqindagina remont qilindi. Ishga tayyor holatda, narxi 135 million so'm, kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyati deb ma'lumot qoldirishgan.